Stop. Siz. Da, siz. Ingliz tilida eng muhim fe'l qaysiligini bilasizmi? Bu to be fe'li. Eshitib olamiz endi. O'zi to be qachon ishlatiladi? Keling, shu savolga javob topamiz. To be har doim ish harakat yo'q joyda ishlatiladi. Ish harakati bor, to be yo'q. To be bor, ish harakati yo'q. To be bor joyda fe'l bo'lmasa, lekin to be ni o'zi fe'l bo'lsa. Misol uchun, I am a student. I am a student. Ish harakat bormi? Yo'q albatta. He is a doctor. He's a doctor. Is. Ish harakat bormi bu yerda? Bu yerda ham yo'q. Misol uchun, I drink coffee every morning. Ish harakat bormi? Albatta bor. O'shaning uchun to be yo'q-da. Keyingisi, to be deganda biz asosan uchta so'zni tushunamiz. Am, is, are. Demak, birliklar uchun am is, ya'ni I am, he, she, it is. Ko'pliklar uchun we, you, they are. To be asosan to'rt holatda ishlatiladi. Misol uchun kasblarga, ya'ni he is a doctor, u doktor, yoki she is a journalist, u jurnalist. Ish harakat yo'q. Ikkinchisi yoshga, I am 18 years old, ya'ni ish harakati yo'q. Uchinchisi sifatga yoki xarakterga, he is tall, ya'ni uning bo'yi uzun. Ish harakati bormi? Yo'q. Misol uchun joyga, he is in London, ya'ni u Londonda. Tugadi.